Assalamualaikum. Allah hidup bermahmeydan malak yedi. Vatandaki tuzluktaki çağlanırsa bir oturup sözle bakay dedim bu. Sözümün küçük bazı mezmunlar bu videosu kadarda saklanıp kalada koydum. Ben özüm tutsun mayısındaki postan yersidin benim jarkandak bir adam özdeki kandak yerden kelip çıkallığa haqida bir nomus duygusu eskimaslığı gerek de oylayman şuңaşka. Ben hazır demekçi şu ben özüm Yezid'de bulgan, Yezid'de çoğun buldum, Yezid'deki mekteplerde okudum. Anamdaki örümcek verip okudum. Kanada'ya kep okudum. Dünyanın başka jaylarına badım, kördüm. Lekin özümüzdeki bulgan şurada ne? Kelgen yıldızımızda hiç kaçan unutup kalgınım yok. Şuңaşka bugün kiçik jağlarına sap oturup sözle bakay dedim. Hazır turukka yerim bolsa Kanada'nınki Ottawa şehri experimental farming deymiz. Avazım yaxşı çıkmadan da çıkmaydan da okudum. Tezimim sal yarakka koyup hazır nahmeden kuladım. Experimental farm. Tecrübe etisi. Ottawa şehirdeki tecrübe etisi. Ayda buğday, konak yuğu diyendek. Yani pırçaktan da ışkılıp ben körüp bakmagan cık ösümlükten erkler bu ösürdükken mavu buğday etizliği tarafı kelip oturup nahmeden kıpaktan çünkü küçük şağlarda buğday etizdeki aslimlerim heyli bak. İlgiri vatandaki çağlarda öten keşkilla kıratan aydı durup güveliz mağla yol batıcı. Mümkün hazır göstereyken. Bugün Allah'ı bir gün uşundak yekleyip vatanına slap onu bunu sözlep bakkaş. Bir video kalay dedim. Gözümü bana ayı olay ya. Avazım çıkandı oyunu tutmadım. Aldaki videoda bir küçük böyle sıkıntı şunu bir küçük video kılıp çıkardım ki anamı kömür anamı. Orunda komne petra bekli. Nahmeden kalsın. Bugün Allah'ı bir gün oldu özüm hoş bulup. Küçük olanı saymandım. Baştan başlayansa özüm 90 mayısındaki postayı yesin dedim bu. Limon Karız mahallesi. Başkalar karşılık diyen vaxtımda limon karız degan gap sizlarniki mahallanlarda limon darixi bormi deb başlaq so'raydi. Limon karız mahallasi deb bizniki Bo'ston yesida shunaq ismlar masalan Loysuv mahallasi, Cho'ng Poyzi mahallasi, Kichik Poyzi mahallasi, meniki limon karız degandek burun bir limon ismlik bir tungan karızni shundoq karız quruluşuga boşuk bir karızni qo'llab kelmaymizmi? Şoňlaşqa şu bizniki yezki köpünçi mahallaniki ismi şu karızninki kim oýdurgan karız bolsa şu karızlarniki oýdurgan kişinin ismi bilen ataýdy. Xetiwacı karız, yana bir nimacı karız degandek hacımlarning atınlarning degandek. Meninki mahallam bolsa limon isimlik bir tungan uydurgan karızken şunun bilen limon dep özgürep şu limon karız mahallasi dep atalganken. Kiçik çağlarda etizgi şu ta 6-njy aýynyňky oturlary aň bolmagandan şu ahyrlary kadar 6-njy aýynyňky ahyrgaça buğday etizleridiki orma jygylyp pakyzynyp bolapdy. Hazır müştabda bugün 8-nji aý 8-nji aýym çykyp gitay dep galdym onu. Şuna bolsun yana bir kısım küçükken bir paçka kaptı kağalın hemsini yapıptı, cevap yaptı. Saltırpa neresideki uğurluk ketken buğdaylarını saltırıp gösteriyor. Bizdeki vatanda bolsa aval yagi uğurup koyatdı, anandaki onu bağlaydı, bağlap saman kapırattı degandek. Esimde kalıcı bir koşaklanma bağı deymi o.
qo'shiqlar bor deymi? O'rmini tila o'rib bilagin taldimu yarim deydigan degandek. Naqshlar degandek o'rma vaqtidagi bu buğday termoqniki shipak chiqdi. Buğdayni o'rib qilib yaga qo'yib, uni bog'liqni ikki buğdayniki bir sikumdan akib chigib, uni bog'liq chigib, ondan keyin bog'lab, anikin eshak arvasi, at arvasi, traktor degandeklarda u o'rmini to'shib hamonga opratdi. Hamonni bir mazgil turgandan keyin hamon tepimizdan shundoq hamon tepgan vaqtda buğday bilan nemisini ayirdi. Buğday beshidan buğdayni ayirdi. Buğdayni anikin tugmanga opirib, tugmandan un qilib, undan kepak, ya'ni buğdayning ang sirtqi teshidagi qismini kepak o'rnida uni ayirib qo'yib, uzun bir nimtelikin Kanadada shu buğdayni o'rgan vaqtning o'zlam buğdayni bashaqdan ayirib hammani joylab bo'lgan bular. Birli o'rmida hammani qilib bo'lgan. Bizning vatandagi chalashliq shu uzun bir tartibda. Keyin qanday bo'ldi? Yerlik hukumatlarniki buğday terishga yo'l qo'ymaydigan bo'ldi. Faqat paxtalam terisizlar. Buğday termaysizlar deb. Biz bo'lsak esimni qilishcha har yili bir bir parchaga buğday terib, yana bir yili chiqib almashtirib tursa yerga foydali deb boshida almashtirib teriydik. Keyin shu hukumatniki yo'l qo'ymaydigan bo'ldi. Unni faqat shu ishkirdan kelgan zavodlardan unni elish qilib bo'ladi. O'ziniki tugmanlarini ishlatish bo'lmaydi deb tugmanlarni to'xtatdi. Suv tugmani yana bir tugman tugman degandek bir tugmanlarimiz qoldi. O'zimizniki undaq qadimiy usulda hech qaysiniga yo'l qo'ymaydigan bo'lib, nurg'un qadimdan qilib qolgan qo'l hunarmandchilikka bir turi shu tugmanchilik shu chog'larda yo'q bo'lgan. Tugmanni kepakdan ayirib, bu kepagini qo'y kalalarga samonga ilashtirib beradi. Kanadada bu kepakniki unini ayrim qimmat bahada sotadi ekan. Whole grain wheat demdu kepak uni u ayrim. Rajab chiqadimi bilmasam chiqqan to'p. O'tgan kishga qarab qoldim. Karim nurg'un odamlar hozir shunday video ishlab, plan tuzib bir kesin bitirish olmasga ishdan bir ishni qilmoqchi bo'lsak, hech bo'lmay o'zimizga qilish kishini bo'lsak bo'ldi. O'tganlar qarab turdi, ba'ziri kulib qo'ydi, ba'ziri degandek. Deputatchilik ketib bordi, kichik vaqtlarni ashlayman deb. Yana nimalar bor? Shu 6-oyning o'tirlari oxirigacha o'rim vaqtida buğdaylarni yig'ib bo'lib, buğdayniki o'rniga qo'noq teriydik. Bu qo'noq odamniki kuz fasligacha pishib bo'ladi. Shu bir parcha etizni bir yil o'tib bo'lsa shu yozdan shu kuz chiqib bo'lgan qadar ikki xil ishitish bo'ladi. Yo bo'lmasa badin tatib kevazdan ham terib paxtaladi. Yo bo'lmasa shunday avval buğday terib, uni keyinga qo'noq teriydik. Bu qo'noqni men bu yerda boshqa yerlarda hech yerda ko'rmadim. Bu yerda faqat qo'noq bor ekan, corn deymizmi? Shu bor ekan, qo'noqni uzun yillar, uzun zamonlar bo'lib ketdi, hech yerda ko'rib boqmadim qo'noqni. Bu qo'noqning beshini uzdigan ishlarimiz bordi. Aytib ko'ngillik deymi? Shundan oila bo'yicha etizib berib, etizga tong saharda maat to'qananikin qachon tushib bo'ladi deb biz jidal qilib tushib bo'lgan chog'da nima desak, qovun, uzum, tovuz degandek gaplar aytib o'tirib mayetdi. Shundoq tamlikdi unallar. Qovunlar, undaq tamlik qovunlarni men chetlarga chiqibmi, mayeda xamiy malon deb sotadi. Hech yerdan o'zimizniki, vatanimizdagi meva-chevalardek shundoq baland tamlik meva-chevalarni bir topolmadim. Shu nagil bo'lsa hamma yaniki bir narsalarni o'zimizniki vataniga selishtirib, mana shu yo'ldan hozir 500 metr yiroqda bir tosh yo'l bor. Shu yo'ldan har kun o'taman, o'tgan chog'imda mushtarak qarab etiziblarni
Vətənin yerləri qoxuşduq, osmanlığa qarsam bulutlar, vətəndəki çağlar isim gəl. Əşlaq şirimiz şu. Erkin dünya çık olduk degen bilen. Həmmenin özü güçlükləri varken başında yurtuna sığınıp, vətənine sığınıp. Bu yurtuna sığınıp, vətənine sığınıp degen gepimge qarta meni diyen bir hikayeni koşup koyğum geldi. Bir nevracam batdı, hem bir tanışlardı. Özürü dostlar qatardı, dost tanış qatardı, lekin bir şikeş taraf boğan eken nevracam deymen de. Nevracam Yaponiyaga berip okup qaytib kelip başına deydi. Chet elga chiqib olganlar, chet elga chiqimiz deb yillar tirishib, orzu qilib yu chet elga chiqib ketadigan, anikin ah vatanim deb qaytmay yuriydi ekan deb boshlab degandi. Men bo'lsam o'sha To'qson turpan diyaridan chiqqan zaman uchiman, aeroplanga chiqsam shundoq uchiman. Shundoq xush bo'lib his qilib ketaman, mumkin yana qaytib kelman deb boshlab aytdi-da. Ishqilib ba'zi gaplar shundoq o'rinliqdi. Chet elga chiqadi ekan, anakin ah vatanim deb yig'laydi ekan, qaytib ketolmay. Qaytib ketsin, yenib kelsin. Qandoq qilsiz shunaqasi bo'lmadi deb boshlab shirati. Nevracham Yaponiyaga berib ismi Amina. Men ilgari guvoh videolarimni bir masalalarda so'zlab turgan shundoq tarbiyalash markaziga ketib yurib Türkiye'deki ve Japonya'daki urf tuqqanlarni birlashib, kim bor, kim yo'q surishtirib yurgan chog'larda shu nevrachamni ketib chiqqandi. Men Kanadada turib, nevrachalarim urf tuqqanlar tarbiyalashga kirib ketdi deganlarni ismlarini, pasport nomerlarini tortib yezib, ta'minlab shu Kanadadagi tashqi ishlar ministrligi bilan ko'rishib degandek ilgirki nima videolarimda bir ko'rsatdim bu ishlarni. Şu vatan sevgisi haqida deganda shu bir qatam shu o'rganishga kirib ketgan nevrachamniki gaplarini eslab, hozir ma'lum gaplarni shu bugungi naq maydoni munosabatli bo'lganligi shu so'zligim gap qoldi. Ajib chiroyli kun bo'lib ekan bugun mana. Yaxshi bir xotirib qolgan ekan kichkina mazmunimni. Alayda bir naq maydon bo'ldi bu. Bundan patlatmış nagi basam shu yerga chiqib o'tirib, onu bunu so'zlab qo'ysam bo'ladi. Bugungi demakchi bo'lgan asosliq temam shu birsi vatan yurtni asrash. Yana birsi shu o'zimizdan qayerdan kelganligimiz haqida. Mayli yezda to'qlayli, mayli shaharda to'qlayli. Kelib chiqish nasabimizdan, yıldızımızdan hech birini unutmasligimiz kerak. Yeziq bo'lgandan keyin yeziq davrmanda 90 mayısındaki postan yezda tug'ilgan Lemon Kars mahallesida kichik chaqlarda shundoq etizliqlarda shurib o'ynab cho'ng bo'ldik. Bug'doy etizliqlari kichik chaqda keyin bora cho'ng bo'ldik. Yerlik hukumatniki siyosatlari dehqonlarniki uni qilsam, buni qilsam degan şahsiyet belgelemleri pek çıktı işin. Bu buğday terikalarını maksus cezalaş yüzünden bolsun o etisini kilidran sunu vermeydi. İşte bir işkili şunda katı kurukçuluk bulup ketken sunu başkursa bütün yezdeki bütün yerlerini kendisini başkurdu gelemez mi? Sunu başkuru olsa şunu kontrol buladı. Daha deydin su vermeydiken de buğday termaydıgan buldu. Asas maksat şu işkirdeki un zavodlarını bayqilish, Xitoylarniki yonchiqni to'ldirish. Shu maqsadlik bizning vatanimizdagi, yurtimizdagi teriqchilikni nimani teriysan, nimani termaysan deganlarni tortib boshqardi. Hatto yig'ish vaqtini hatto ba'zida shu nima deymiz, texi qo'noqlar pishmay turiblar, bug'doylar pishmay turiblar, o'rg'iz yetadigan qishloq chog'lar, Aşınaq işlarga men özüm bir qo'lliq şahit bo'lgan. Yani qachon 2009 birinchidan qaytib kelib o'qituvchilik xizmatimni boshladim. 2010-2011 aşınaq bütün kadrlarni dehqonlarga yordamchilaganga aşınaq bir siyosat chiqargan. Aşınaq vaqtlardami
Ben özüm ilanlıq otur məktəbdəki oxucusu buluşdum. Ben aşıq xizmətdaşlar bilan o bir yazıq orlaşdırdı. Yazıq orlaşdırğan çağda bizni şu məcburi texi pişmağan küncütlərini yulğuzub ötken. O deyxanlar baxşaydı. Yəni bir neçə gün tutduğan bolsa yaxşıdı deydi. Lakin amal yox başlanan bizni məcburi orğusu etdi. Şu küncütni yulatdık. Qonaqlarni o kuzda pişmaylam ko'kbosh ko'kramlik holatda u pishmagan qonaqlarni shunaqa o'rg'ib ketdi. Nurg'un shunaqa ishlarga nim bo'lgan mana o'zim bir qo'lliq shu partiyaning siyosatlari unda qilinglar deydi, bunda qilinglar deydi deb yurib texi debo bermagan debo berishni yana yo'l qo'ygan chog'lardi. Mo'maylarni chiqib sizlar debo olgan bo'lgandan keyin shu hukumatga ishlamsanlar bo'lmaydi deb parniklarga mo'may çoğun yaşlı ayarlarını içip olattı. Samsak tergizatdı parniklarının içinden. Bütün idare organlarını, köçetlerini tüküzüş, dehallarını o işleri yardımlaşkızış, mektepteki okuyucularını maşında her günü 20 gün mektepte okuyucularını pahtı ilgili silip, okuyucularını, dehallarının işlerini ki Tehe kamay turuklam, pişmay turuklam uğurkuzu etip dinlemek. Ay. Aşınak bir hayatta yaşap dikemiz. Partiya hükümetinin gipini anlap, partiya hükümetinin gipini anlap degендek dehalarının kızıkarlık videolarım var bu. Biz çeğimizde partiya hükümetinin gipini anlattığımız sizler demiş kalmaysızlar. Dep yok. Köçetlerge, üzümlerge sözleyden bir videolar var bu aşında. Vatandakiler aşında qarxılar usullarda hükümetin siyasetlerine karşı yok ne deyimiz kinayelik usullarda şimdi ifadeler kağıdı ben hazır Kanada'da erken dünyada boğanın ki sözleydiğanlarımla sözlep bu vakit veriş kitabı işlerde bu vakit verip emli peşimden ötken işlerini paketlik, ispatlık oturup koyuyor diyendek. Mesela nurgun başka vakit videolarım var. Bu sözlegen çağda özünün peşin ötkenlerini aynen sözlep verdi. Ben sözlegen çağda köpün çağlarda mandak boğan deyip durup şu vakaliklerindeki resim, video şu aletlerini ispatlık materyal teminlep sözlep kaşkımıken şu eş kılıp nurgun tarihi materyallarını ispatlar bilen koşup oturup sözlüdüm dep oylayman. Bugünkü videom bolsunda deyimiz. Şembilik bir özümniki hatta ahırda ötközgen bir günümniki kiçikkina bir kısmını sözlep oturup koygaç. Kıska mezmunda vaqt videosu sözlegeç. Vatan isimlerini kaldırgaç. Hem de Kanada'daki hayatın bu hatta ahırdaki kiçikkina sayahatimni bir video kılıp kaldırıp koygan bulayım. Köpçilik bolsa zanglansızlanlar. Nurgun kişiler özleriniki bazıları yazıp kaldırdı, bazıları sözlep kaldırdı, yani bazıları özara neyimiz mimandarçılık kılamdı, özara faaliyet yığılışları verip özara bir sözlep vatandaşlık kaldırdığı işkılıp hemmeleri neyim bolsa sözlep kaldırıp koyuş gerek. Yaxşı boldu eken ben burunki neyimiz Netflix'te mi çok? İşte documentary filmlarını, haqiqiy bo'lgan ishlarni o'shna ishlagan filmlarni bakrak ko'rmanchi. Shunga o'zimizningki Uyg'urlarningki vatanda bo'lib o'tgan izlarini shundoq so'zlab qoldirish, o'zimizni his qilmagan shundoq bir isbot rasmlik videolarimiz bor bo'lishi mumkin, o'zimizni qimmatini his qilolmagan. Shularni o'tirg'i chiqarib so'zlash bir tor dunyosida saqlanib qolsa keyingi avlodlar mayli 20-30 yillardan keyin bo'lamdi yo bir ikki asrlardan keyin bo'lamdi hamini uyg'urningki tarixini yana davomli tadqiq qiladiganlar chiqibdi shularga nisbatan shundoq bir videolarimiz qoldirgan faktlik rasmlar so'zlayotgan mazmunlarning hammasi shu kelgusi avlodlarning chiqadigan
tədqiqatçılarınki mühim mənbə, mühim tarixi materialları, yəni izleniş, tədqiq qilish materialları sifatida saqlanıb qoldi. Şuningdek ko'pchilikninki nima bo'lsa qo'rqmay so'zlab, hech kim nima desa bilmamdu, haq bilan karimiz bo'lmay faqat o'zimizniki hayotini yashab, o'zimizniki qilish tegishli kishini qimmatli bor deb qaralgan ishlarni bir so'zlab qoldirib qo'ysak yaxshi demakchi. Ama adı velosiped. Mallarimiz nurg'un kishilar güzel kanalda yaxshi hayotda tirishib ishlaganga yaxshi. Şuna olsun sen bu şinçik sizleymi? Biraz etizafonu gösteririz. Organ nemini? Organ buğdaylarını bevosita organ vaqtning o'zidan boshaqdan ayirib bo'lib uzun yo'g'on bosh buğdaylar. Tibetandagi sal bundan kichik. Va o'rilib bo'lgan qismi qaranglar. Yagi bir tal boshaq tushmaydi degandeklar hammasini pak seriblamay ketadi ekan. Nah, ketdi. Güzel bir gün oldu. Bugünkü so'zlab qoldirishim shunchalik bo'lsin. Assalomni qaytay. Hammanglarniki hammanglarniki ko'ngillik, ma'nilik o'tishiga tilashman. YouTube kanalimga a'zo qo'ying. Ko'rib qolsangiz ustiga bormoqsiz, men ustiga bilan do'stlik qilamiz. Biz qo'yasiz, bir inkasini bildirib qo'yasiz. Men bu odatda qanaqa nimani ko'rganimda, videoni ko'rganimda, shu videoni ko'rdimmi degandan keyin boshqalarga uchrab qolsam, ostidagi barmoq belgisiga qarab, "Ama videoni burun ko'rib ekanman" deb esimga yo'q degandek, shunday esimni qolmaychi. Ko'rgan har qanday bir videoga biz qo'ymoqman. Yaxshi odat bu. Ko'pchiliklarninki shunda bo'lib Uyg'urcha kanallarninki chiqargan videolarni Uyg'ur kanallarınki taraqqiyot uchun o'zimizniki Uyg'ur YouTube'chilarni qo'llash yuzasidan bo'lsa, undaq berib qo'yasizlar. Undaq bo'lsa bugünkisi bu shunchalik bo'lsin. Tekrar hammanglarga xayr xo'sh, omon bo'linglar. Yine bu bisikletdan qaytay.